O'zbekiston Germaniya o'rtasidagi munosabatlar bugungi kunda yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Hududlararo hamkorlik faollashib, iqtisodiy aloqalar mustahkamlanmoqda. Buni Farg'onadagi Ekoshahar hududida joylashgan kichik sanoat zonasida faoliyati yo'lga qo'yilgan yuqori sifatli maxsus kiyim boshlar ishlab chiqarish korxonasi misolida ham ko'rish mumkin. Loyiha qiymati 3,2 million yevroni tashkil etadi. 200 ta yangi ish o'rinlari yaratilgan. Mahsulotlar to'liq eksportga yo'naltirilgan. Korxonamiz 2023-yil oktyabr oyida tashkil topgan. Hozirda 150 ga yaqin ishchi xodimlarimiz mavjud, 90 ga yaqin tikuvchi qizlarimizni ish bilan ta'minlaganmiz. Bizdan tikib tayyor bo'lib ketgan mahsulotlarimiz Yevropaning 29 dan oshiq davlatlariga tarqatilinadi. Asosiy boshqaruv xoldingimiz Germaniyada joylashgan. Polshadagi omborxonamizga boradi. Omborxonadan Yevropa davlatlarining 29 dan oshiq davlatlarga eksport qilib hozirgi kunda yetkazib beryapmiz. Loyiha doirasida bosqichma-bosqich Yevropadan so'nggi rusumdagi texnologiyalar olib kelinib o'rnatilmoqda. Mahsulot sifatiga ham alohida e'tibor qaratiladi. Texnologimiz bor, Germaniyadan kelgan. Texnologimiz o'zi bizni sifat darajamizni tekshirib yuradi. Faqat tikuvdan tashqari sifat nazorati bo'limimiz bor. Hatto qizlarimiz har bitta bitgan mahsulotimizni sifat darajasini o'sha nemis texnologiyalariga to'g'ri keladimi, yo'qmi tekshirib, keyin eksportga jo'natamiz. Barcha tikuv uskunalarimiz, bichuv bo'limidagi uskunalarimiz bizda to'liq hammasi Polsha davlatidan keltirilgan. Seriallar ham Polshadan keladi. Asosan materiallarimizni 9 tadan oshiq davlatda ishlov berib bizga olib kelishadi. Bizda tikiladigan mahsulotlarimizni materiallari, iplari, har xil ishlatiladigan furnituralari, mayda detallar hammasi Polshadan keladi. Korxonada dual ta'lim tizimi joriy etilgan. Marg'ilon shahridagi 2-son kasb-hunar maktabi bilan hamkorlikda o'quv jarayoni va ishlab chiqarish amaliyoti birgalikda olib borilmoqda. Ochilgan vaqtimizdan boshlab dual ta'lim bo'yicha ishlaymiz. Marg'ilon 2-son kasb-hunar maktabidan o'quvchi talaba qizlarimiz keladi bizga. Haftani bir qismida bizda ish vaqtida bo'lishadi, ishlashadi. Haftani qolgan kunlari o'zlarining o'qishlarida o'qishadi. Ham biz o'zimizga ishchi yaratamiz, tayyorlaymiz. Ham ular nazariy va amaliy bilimlarini bir vaqtda olib ketish imkoni bo'ladi. Albatta biz ularga oylik ish haqi to'lab beramiz. Undan tashqari xodim tayyorlash uchun umuman tikishni bilmagan qizlarni olib, o'zimiz o'qitib, o'zimiz o'rgatib ishga olib qolyapmiz. Korxonada ijtimoiy himoya masalasi ham ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ehtiyojmand oilalar vakillari ishga qabul qilinib, ularga doimiy ravishda har tomonlama ko'mak ko'rsatib kelinmoqda. Shu bilan birga xodimlar farzandlari uchun maxsus maktabgacha ta'lim muassasasi tashkil etilgan bo'lib, bu orqali ota-onalarning ish joyidagi samaradorligi va xotirjamligi ta'minlanmoqda. Boquvchisini yo'qotgan ayollarimizga ham o'zimizni korxonani ichki qonun qoidasiga muvofiq yordam pullari ajratilinadi korxonamizda. Yosh bolasi bor ayollarimizga o'zimizning bog'chamiz bor. Ayollarimiz o'zlari kelib bolalarini bog'chaga tashlab, xotirjam ishlarini qilib, kechgacha ishlab, kechqurun bolalarini o'zlari bilan olib ketishadi. Har kuni o'zimizning ishxonamiz avtobuslari uylariga olib borib, olib kelib, ishxonaga olib kelib olib ketishadi. Chindan ham korxona O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikning amaliy natijasi sifatida namoyon bo'lyapti. Zamonaviy texnologiyalar joriy etilib, mahoratli mutaxassislar tayyorlanmoqda. Bu kabi loyihalar mamlakatimizda sanoatni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va xalqaro investitsiyaviy jozibadorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.